bu faoliyat yuritish uchun hech qanaqa litsenziya kerak emas. Lekin aynan nima uchun ularni qamashmoqda hozir? Faqat yo'qotishga rozi bo'lgan pulingni tik deydi, lekin odamlar borini tikadi. Chunki ertaga 1 so'm, 2 so'm bo'lib qoladi deydi. Aynan bu narsa forex va aksiya yo'nalishiga ham amal qiladimi yoki ularga alohida qanaqadir qonuniyatlar mavjudmi? Uchinchi shaxs undan pul tushdimi? Siz mana shunga e'tibor bermadingiz, bu albatta javobgar bo'ladi. Treyderlar o'zini himoya qilish uchun aynan nimalarga amal qilish kerak? Mabodo terrorizmni moliyalashtirib qo'ymayapsizmi degan savol paydo bo'ladi. Mana shu savollarga huquqiy javobni bilmaganlik oqibatida huquqiy muammolar vujudga kelyapti. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ilhomjon Ibrohimov va bugun biz aynan trading sohasidagi savollarga javob topish uchun yurist Xomdamir akamizdanmiz. Faoliyatlari aynan 21 yildan beri bu sohada ishlaydilar. Va Xomdamir aka bugun bizga treyderlarga kerak bo'ladigan qanaqa savollarni javobini bera olasiz? Assalomu alaykum Ilhomjon. Avvalambor bunaqa mazmunli suhbat boshlaganligimiz menimcha butun sizni auditoriyangizga ham unumli va foydali bo'ladi. Hozirda asosan trading bilan bog'liq, P2P bilan bog'liq, kriptovalyutani aylanmasi, oboroti bilan bog'liq savollarga javob berishga harakat qilamiz. Chunki aynan mana shu savollarga huquqiy javobni bilmaganlik oqibatida bizni aholini ichida aynan shu soha bilan shug'ullanadigan qatlamida huquqiy muammolar vujudga kelyapti. Juda ham to'g'ri, chunki so'nggi 2 yil ichida aynan trading sohasida o'sha tekshiruvlar juda ham ko'payib ketdi. Ko'p treyderlarni moshennik deb o'ylashadi. Aynan trading deganda odamlar ya'ni qo'rqib qolganda, voy aldanib qolishi mumkin, bu firibgar bo'lishi mumkin, qamalishi mumkin degan. Va bugun aynan sizga beradigan savollarimiz bilan ushbu sohada qanday ishlash to'g'ri, qanday ishlash noto'g'riligini bilib olsak, menimcha hammamizga foydali bo'ladi. Demak, savollarimizni bo'lmasam sekinlik bilan boshlaymiz. Birinchi o'rinda mana o'zim kriptovalyuta sohasidaman hozirgi vaqtda va nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda kriptovalyutalarda ishlash qonuniymi yoki noqonuniymi? Bu narsaga hamma bilishi lozim bo'lgan ma'lumotlardan bittasi, kriptoaktiv O'zbekistonda qonuniy, ya'ni qonuniylashgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 38-32 qaroriga asosan 2018-yilda o'zidayoq qonuniy tus berilgan. Lekin uning ham o'ziga yarasha asosiy talablari bor. Asosiy xato qiladigan joylarini biz mana shu suhbat jarayonida ochib ketaveramiz. Lekin kriptoaktiv birinchidan qonuniy, ikkinchidan bu aktivlar oboroti ham qonuniyligi to'lig'icha tasdiqlangan va bu narsa nafaqat prezident qarori, balki istiqbolli loyihalar NAP degan tashkilot bor. Bu tashkilot tomonidan ham buyruqlar bilan qonuniylashtirib qo'yilgan. Va o'zi ko'pchilik trading bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odam albatta litsenziya olish kerakmi yoki litsenziya olmasdan ham trader bo'lsa bo'ladimi? Ilhomjon, birinchi asosiy element bu biz shaxsni aniqlab olishimiz kerak. Bu shaxs kim? Jismoniy shaxsmi yo yuridik shaxsmi? Agar bu jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsa, bu faoliyat yuritish uchun hech qanaqa litsenziya kerak emas. Umuman kerak emas. Lekin siz yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, YTT bo'ladigan bo'lsangiz, albatta litsenziya olishingiz lozim. Siz birjaga kim sifatida kiryapsiz? Jismoniy shaxs sifatidami, yuridik shaxs sifatidami? Shuning uchun juda ko'p uchraydigan savollardan bittasi bu litsenziya yuridik jismoniy shaxslarga umuman kerak emas. Juda ham yaxshi va aytib o'tdingizki, o'sha YTT sifatida kiradigan bo'lsak, masalan, biz nimalarga amal qilishimiz kerak? Ya'ni jismoniy shaxs sifatida kiradigan odam shunchaki o'zi savdo qiladi, o'zi daromadini yechadi. Endi agarda biz yuridik shaxs bo'lib kiradigan bo'lsak, ushbu daromad vaholanki kompaniyaga o'tib ketishi kerak, to'g'rimi? Yoki biz o'sha daromad qilgan vaqtimizda jismoniy shaxs ham soliq to'laydimi, trading bilan shug'ullanasiz yoki albatta yuridik shaxs soliq to'laydimi? Ilhomjon, yana mana biz aylanib eng og'riq nuqtalardan bittasiga kelyapmiz. Bu soliq tizimini ishlash mexanizmiga. Birinchidan, aynan o'sha yuqorida aytgan prezident qarorining 38-32 qarorida aniq yozib qo'yilgan. 1-yanvar 2029-yilga qadar
Rezidentlar, non-rezidentlar umuman soliq to'lamaydi. Ya'ni trading bilan shu kriptovalyuta aylanmasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar, fuqarolar soliqdan ozod qilingan. Endi bizda asosan hammani fikri nima sababdan soliq masalasi ko'tarilayotganligi, trading bilan shug'ullanadi, olgan daromadimdan qanaqadir soliq to'lashim kerak, axir bo'lmasa men noqonuniy ishlayapman deb hissiyot. Men birinchidan bu narsa qonun bilan cheklangan, soliq to'lamaysiz. Bu soha rivojlanishi uchun soliqdan ozod qilingan. Ikkinchidan, juda ko'p murojaat qiluvchilar ko'nglini taskin topishi uchun o'zlari MyGovdan ruxsat nima qilib ko'radi, ro'yxatdan o'tib ko'radi, soliqqa telefon qilib ko'radi, lekin erta ham aynan shu bo'yicha soliq olish mexanizmi ishlab chiqilmaganligi uchun ularga rad etiladi. Soliq to'lanmaydi. Tushunarli. Va bizda misol uchun trading sohasida o'zi 3 xil yo'nalish bor-da. Forex yo'nalishi, kriptovalyuta yo'nalishi va aksiya yo'nalishi bor. Asosiy ishlaydiganlarimiz. Hozirda siz aytdingizki, aynan o'sha kriptovalyuta yo'nalishi bo'yicha hech qanaqa soliqlar to'lanmaydi dedingiz va aynan bu narsa Forex va aksiya yo'nalishiga ham amal qiladimi yoki ularga alohida qanaqadir qonuniyatlar mavjudmi? Endi mana shu yerda mexanizmini aniqlab olishimiz kerak. Biz kriptoaktivni mana butun dunyo bo'yicha o'zi muammo bo'lgan. Bu faqat O'zbekistonda emas, boshqa davlatlarda ham juda muammoli savol. Bu kriptoaktiv nima? Mulkmi? Qimmatli qog'ozmi? Yoki bu pul birligimi? Mana shu uchalasini qaysiligiga qarab, hattoki Amerikada SEC degan tashkilot bor. Agar qimmatli qog'oz deydigan bo'lsa, bu qimmatli qog'ozlar talablariga bo'ysunish kerak. Mulk bo'ladigan bo'lsa, fuqarolik munosabatlarida mulk sifatida qaralish kerak. Agar pul birligi bo'ladigan bo'lsa, unda bank tizimi orqali boshqarilishi kerak. Shuning uchun O'zbekiston juda bir nima deydi? Mukammal yechim topa olmagan bo'lsa-da, hamma taraflama qonuniylashtirish yo'lini tanlagan. Raqamli aktiv sifatida tan olinadi, lekin aynan o'sha prezident qarorini o'zida yozib qo'ygan, bunga birjadagi talablar, ya'ni odatdagi birjalar, O'zbekistondagi odatdagi birjalar, qimmatli qog'ozlar birjalaridagi talablar bunga tatbiq etilmaydi. Aynan prezident qarorining o'zida ko'rsatilgan. Shu qarorda o'zida endi ikkinchi masala ham ko'tarilgan, valyuta sohasi boshqaruviga ham bo'ysunmaydi deyapti. Ya'ni buning uchun alohida normativ hujjatlar ishlab chiqariladi. Va o'sha istiqbolli loyihalar agentligi tomonidan ishlab chiqarilayotgan, hozirda pesoshnica deb nima qilishyapti, har bitta proyekt olinadi, buni ishlatib ko'rishadi. O'zbekistonda ishlaydimi, ishlamaydimi? Ishlaydigan bo'lsa, uni hayotga tatbiq etishadi, ishlamaydigan bo'lsa, o'sha pesoshnicani o'zida, ya'ni qumdon holatida yo'qotishadi. Shuning uchun bunga nisbatan birja talablari tatbiq etilmaydi. Birjadagi insiderlik ma'lumotlari, manipulyatsiya ma'lumotlari ham tatbiq etilmaydi. Bu endi yosh mana shu ekilgan daraxtda sekin-sekin shoxlaydigan qismi. Ya'ni endi bu paydo bo'ladi. Bu borgan sari, qancha chuqurlashgan sari endi kelgusida, to'xtanglar, mana bu narsa noqonuniy bo'lib qolyapti. Mana bu yerga chegara qo'yamiz. Bu mana bir rivojlanish kerak, mana bu tarafi. Mana unga yo'l ochib beramiz deb turib, bu qumdon holatida o'sha istiqbolli loyihalar agentligi tomonidan ishlab chiqiladi. Tushunarli. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, umuman olib qaraganda trading bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odam hozirda hech qanday soliq to'lash majburiyatida emas va aynan trading sohasi hozirda aynan yurtimiz tomonidan o'sha hali ham o'rganib borilyapti, to'g'rimi? Albatta. Juda ham zo'r va yana bitta bizda bo'ladigan muammolardan bittasi, ko'pchilik treyderlar aksiyalar bilan ishlaganda masalan yoki broker bilan ishlaganda ular aynan bank kartasiga pul o'tkazishadi va shunaqa holat bo'lganki, misol uchun o'zimning bitta shogirdim brokerda ishlab kartasiga pul tashlagan, katta summa bo'lgan va shundan so'ng u bankka borib pulni yechmoqchi bo'lganda, biz ushbu broker bilan shartnoma qilmaganmiz, sizni pulingizni yechib berishga hech qanaqa majburiyatimiz yo'q va biz bu pul qayerdan kelganini bilmaymiz deyishgan va shundan so'ng to'g'risini aytganda o'sha pul uxlaganda. Bu narsaga siz qanaqa munosabat bildirgan bo'lardingiz? Buni yechish mumkinmidi yoki bu noqonuniymi? Albatta yechish mumkin bu narsani. Birinchidan kelinglar aniqlik kiritadigan, bu savoldagi aniqlik kiritadigan vazifalarimizni aniqlab olaylik, aytib qo'yaylik. Birinchisi, pulni mana boshqa davlatdan kelib tushadigan pul qachon bloklanadi?
albatta katta summa bo'lishi kerak, real katta summa bo'lishi kerak. Bunda Markaziy bankda ichki tartibiga ko'ra katta miqdorda shubhali pul tushgan zahoti bular ichki ishlar va tegishli tashkilotlarni xabardor etish lozim. Bularni o'zini nizomiga shu kiritilgan. Bular albatta bermasa iloji yo'q. Ertaga javob o'zlari javobgar bo'ladi. Endi bergandan so'ng bu masala bo'yicha endi aynan hozirgi O'zbekistondagi kiber xavfsizlik yoki o'sha davlat xavfsizlik xizmatlarini mas'ul shaxslari shug'ullanib bu pul qayerdan kelganligini aniqlaydi. Lekin har bitta kelib tushgan pulni hujjatlashtirilgan holatda bo'ladigan bo'lsa, unda u pulni qaytarib berish kerak. Agar qaytarib bermaydigan bo'lsa, bu mulk asossiz boylik orttirish, fuqarolik munosabatlarida asossiz boylik orttirish degan tushuncha bor. Bu pul tushdimi? Bu pulni qaytarib berish kerak. Kelgan joyiga qaytarib berish kerak. Agar sizga bermayotgan bo'lsa. Sizga shubhasi bormi? Marhamat qilib qaytarib jo'natgan shaxsga qaytarib berish kerak. Lekin bu olib qolish bu qonunga zid bo'lib qoladi. Tushunarli. Demak, agarda biz broker orqali masalan aksiyada savdo qilib o'z pullarimizni yechmoqchi bo'lsak va bank bizga buni berishdan bosh tortadigan bo'lsa, bemalol biz bank ustidan ham ariza yozishimiz mumkin. Albatta, lekin Ilhomjon bitta narsani tushunib olishimiz lozim bo'ladigan holat, mana etap ishlash jarayoni bor. Ko'pchilik qanday murojaat qilishni bilmaydi, qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Buni tartibini keyin arizani ham o'ziga yarasha mazmuni bor. Yozish vaqtida siz so'ragan narsa nima? Aslida bo'lishim iloji bo'lsa huquqshunos bilan birga tuzinglar shu arizalarni. Huquqshunos Markaziy bankka yuboradi, Markaziy bank o'ziga yarasha bizda O'zbekiston Respublikasida fuqarolar murojaati to'g'risida qonun bor. Umuman shaxslarning murojaati bo'yicha alohida qonun bor. Shu qonunga asosan javob berishga majbur. Siz xohlagan masalangiz bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. U mantiqan to'g'ri, noto'g'ri, lekin sizga davlat tashkiloti javob berishi lozim. Bu keyingi qadamni aniqlab beradi. Sizga javob keldi, siz keyingi qadamga o'tdingiz. Tushunarli va keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, hozirda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, ijtimoiy tarmoqlarda kriptoaktivlar bilan shug'ullanish uchun qamalyapti, 15 sutkaga o'tirib chiqdi yoki jinoiy ish qo'zg'atildi degan har xil ma'lumotlarni o'qib, to'g'risi ba'zida o'zimda ham qo'rquv hosil bo'ladi-da. Lekin aynan nima uchun ularni qamashmoqda hozir? Bunga siz qanaqa qaraysiz? Asosan kriptoaktivlar bilan munosabatga kirishish tartibini bilmasligi oqibatida. Mana bizda xalq ichida juda keng tarqalgan tushuncha bor, P2P degan tushuncha. Misol uchun o'sha P2Pda shug'ullanadigan odam yo trader, endi traderlarning ichida kamdan kam P2P bilan shug'ullanadi, asosan ular boshqa ish bilan shug'ullanadi. Buni o'zi kelib chiqishi bu sarroflikda, ya'ni pulni pulga almashtirish. Lekin mana shu odamlarda asosiy muammosi nimada? O'zini prinsipini o'zi buzayotganligida. E'tibor bergan bo'lsangiz, men P2Pni juda ko'p ko'raman, turli xil birjalarga kirib ko'raman, o'rganish uchun. E'lon bo'ladi, объявление beriladi. O'sha объявлениyadan o'zida yozadi, aytadi, uchinchi shaxsdan qabul qilmayman pulni deydi. Lekin qabul qiladi. Mana o'zini prinsipini buzdimi? Qabul qildi. Uchinchi shaxsdan qabul qildi. Endi o'zini himoya qilish uchun endi aytadiki, pasport nusxangizni tashlab yuboring deydi. Pasport nusxasini tashlamasa telefon nomeri. Bo'ldi, uchinchi shaxsdan kirib keldimi, bu ertaga tekshiruvga asos bo'laveradi. Chunki P2Pda o'zi siz bilgan shaxs bilan bilgan shaxs munosabatga kirish kerak. Hattoki bu masala bo'yicha o'sha P2P o'tkaziladigan platformalarda o'zini talabi bor. Siz verifikatsiyadan o'tasiz, KISdan o'tasiz, siz pasportingizni yo qanaqadir identifikatsiya qiluvchi hujjatingizni yuklaysiz. Shundan so'ng siz endi munosabatga kirishasiz. Ikkinchi taraf ham xuddi shunaqa kirishadi. O'zi aslida ikkalasi ham ochiq munosabat. Bir-biri bilan nima qilsa bo'ladi, lekin uchinchi shaxs udan pul tushdimi? Siz mana shunga e'tibor bermadingiz, bu albatta javobgar bo'ladi. Mana javobgarlik qayerdan kelib chiqishi bu. Endi ikkinchi varianti ko'pincha platformadan chaqirib olishadi. Platformada P2Pda ishlayotgan odamni chaqirib aytadi, aka deydi, yaxshi bo'lmayapti, keling Telegramga o'tamiz. Telegramga o'tkazdi. Mana shu pul xuddi boshqa odamni firibgarlik yo'li bilan aldab olingan pul bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam juda hozir protsessing bu ko'payib ketdi, dropperlar juda ko'payib ketib qoldi. Telefon qiladi, bankdanman deydi, srochni pulingizni olib turaylik. Mana shu olib turaylikda tushgan pul bo'lishi mumkin. Siz
o'zingiz tozaligingizga javob bera olmaysizmi? Siz javobgar bo'lib qolaverasiz. Shuning uchun asosiy o'zini prinsipini buzmasa, kamdan kam holatda javob bo'ladi. To'g'ri, o'zi P2P bilan shug'ullanganlik kriptoaktivni oldi sottisini birjadan tashqari, O'zbekistondagi milliy provayderlardan tashqarida shug'ullanishni o'zi bu javobgarlik. Lekin bu holat endi undan ham katta javobgarlikni keltirib chiqadi. 1878-moddasi prim 8-qismi bilan kriptoaktivni aylanmasini buzishni hisoblansa, endi siz ana u holatda 3-shaxsdan tushgan pul uchun 168-modda 4-qism katta pul bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni firibgarlik, siz sebochkani davomchisi sifatida ko'rilishingiz mumkin. Undan ham yomoni mana Ezerscan orqali aniqlasa bo'ladigan holatlar bor. Siriya orqali tushgan pullarga juda e'tiborli, arab davlatlari orqali tushgan pullarga juda, Shimoliy Koreya taraflaridan tushgan pullarga misol uchun juda e'tiborli qaraladi. Nafaqat kiberxavfsizlik, umuman hamma shubha bilan qaraydi. Biz mabodo terrorizmni moliyalashtirib qo'ymayapmizmi degan savol paydo bo'ladi. Bu ishonavering, mana 168 ham o'yinchoq, 278 ham o'yinchoq bo'lib qoladi. Agar 243 legalizatsiya yoki 155 terrorizm bilan tortishni boshlasa, bu jiddiy oqibatlarni keltirib chiqadi. O'shaning uchun trader birinchi o'zini himoya qilishdan boshlash kerak. Iloji boricha qonuniy platformalarda O'zbekiston ruxsat beryapti milliy provayder bilan ishlashda. To'g'ri, komissiyada farq berishi mumkin, kirishda farq berishi mumkin, odam o'zini identifikatsiyadan o'tishdan qo'rqishi mumkin. Lekin mana qonuniy yo'li. Boshqa platformalarda juda ko'pchilikning muammosi OKX bilan bo'ladi, Hobbydan keyin hozir HTX bilan muammo, boshqa Coinbase bilan muammo. Bular hamma birjalar O'zbekistondan tashqaridimi? Siz o'zingiz ochib berdingizmi, endi kelgusida bu muammoni keltirib chiqaraveradi. Xulosa qilib aytganda, do'stlar, O'zbekistonda agarda siz P2P bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta litsenziyadan o'tgan birjalar bilan o'zi savdo qilishingiz kerak va O'zbekistonda litsenziyasi yo'q birjalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, demak siz javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Albatta javobgarlik. Va shu o'rinda ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, P2P bu o'zi nima degani? O'rtoqlar, P2P degani, misol uchun oddiy qilib tushuntirib beraman. Dollarni bank nima qiladi? Arzon olib qoladi, boshqa bitta odamga qimmatroqqa sotadi. Xuddi shu narsani USDT degan ko'rinishi bor, ya'ni dollarning kriptovalyutadagi ko'rinishi. U yerda siz ma'lum bir o'sha valyuta birligini yoki kriptovalyutani bitta odamdan arzonga olasiz va qimmatroqqa sotasiz. Va agarda siz ushbu faoliyatni noto'g'ri birjalarda amalga oshirsangiz, siz hattoki jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin ekan. Va xondan meniki keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, mana bizda hozir ba'zi bir odamlar treyderlarga pul berishadi, aylantirib berish uchun. Va aynan shuning uchun ham menimcha ko'pchilik treyderlarni firibgar deb o'ylaydi-da. Va shu bilan birgalikda aynan ular o'zi qonuniy pul olib ishlashi uchun yuridik shaxs bo'lishi kerakmi yoki notarial idora orqali jismoniy shaxs bo'lib ham boshqalardan pul olib ishlasa bo'ladimi? Ilhomjon, bu savol biz kelajakka qarab yurayotganligimizni dalolat beradi. Nima sababdan? Birinchidan biz bu shu darajada kelgusida kriptovalyuta rivojlanib ketib, bu oddiy holatga aylanib qoladi, lekin hozir emas. Biz hozir tayyorgarlik etapidamiz. Sekin-sekin oyoqqa qadam boshladik. Bu mana misol uchun ikkita shaxsda birgalikda faoliyat yuritish, ya'ni foyda olish haqidagi munosabati bu shartnomaviy munosabat. Bu aslida bu fuqarolik munosabatlarida hisoblanishi lozim. Lekin bu yerda ham aynan kriminal elementlar bor. Misol uchun siz agar bir odamni oldindan siz unga daromadni va'da berib, zo'r bo'ladi, 1 so'm tikasam 1000 so'm olamiz. Yo bo'lmasam tez orada boyib ketamiz. Siz yutqizish yo'q deb aldab olish, boshqaruvga birovni pulini olish, bu firibgarlik bo'lib qoladi. Mana shu chegaralashda asosiy muammo. Ko'pchilik odatda o'zi tradingda boshqaruv bor. Bir xil pul yasaydi, pul deydi. O'sha hamma o'rtada pul tashlaydi-da, ICO ga kirish mumkin, IPO da qatnashish mumkin. Boshlang'ich etap, misol uchun qanaqadir aksiyani yo ma'lum bir tokenni ko'tarilish vaqtida siz ko'ryapsiz, perspektivniy token, kelajagi bor. Sizga aytayaptiki, siz mana o'zingizda odamlaringiz bor, kelinglar, qo'shilinglar, misol uchun 50 tiyindan qo'shilasizlar. Shuning ertadan keyin bu hayotga tatbiq etilganda bu narsa 50 tiyindan ola olmaysizlar. Ko'pchilik kiradi. Lekin bu IPO yo ICO ishlaydi, ishlamaydi, bu ikkinchi masala. Agar siz mana shu vaqtida konkret odamni yuring, billa siz foyda ko'rasiz deb aldab olib kiriladigan bo'lsa, bu javobgarlik.
agar nima qilmaydigan bo'lsangiz, u holda pulni ishonchli boshqaruv degan tushuncha bor. Siz misol uchun qarz shartnomasi bilan shakllantirishingiz mumkin. Fuqarolikda notariusda variantlar ko'p pulni olishda. Vaqtincha foydalanib turish, har xil variantlari bor. Buni ko'rsa bo'ladi. Mana javobgarlikdan qochishni yo'li. Javobgarlik kerak emasmi? Qarz shartnomasi yo birgalikda harakat qilish yo komandit nima tovarishство deb aytilardi. Bularni tashkillashtirish mumkin. Pulni birlashtirish, ertaga ziyon nimani kelishib olish mumkin, kelishuv shartnomasida. Agar mabodo birga ishlaydigan bo'lsak, mana uncha qismidan ziyon ko'radigan bo'lsak, mana bunchadan bo'lishamiz. Ziyon yo bo'lmasam siz mendan bilim, sendan pul, men qilib beraman. Lekin ertaga natijada biz foyda ko'rmaydigan bo'lsak, bir-birimizdan munosabat qanaqa tugaydi? Men pulni yarmini zararda sen to'laysan, yarim zararda men to'layman deb kelishish kerak. Agar kelishuv bo'ladigan bo'lsa, bu odatda bu nima bo'lmaydi, jinoyat elementi bo'lmaydi. Lekin kelishuv yo'qligi endi ikkinchi taraf xohlagan gapini aytishi, birinchi taraf esa buni qarshi isbotlash majburiyatini keltirib chiqaradi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak bunaqa holatlarda. Tushunarli. Shu o'rinda yana bitta savol. Masalan, bitta odam treyderga aylantirish uchun pul beryapti. Har oy qanchadir muddatda daromadini olib turmoqchi. Va shu o'rinda ular notariusga murojaat qilishmadi, o'zaro kelishuv qilib, shunchaki yozma ravishda tasdiqlashdi, bitta qog'ozga ular ham qo'l qo'ydi, ya'ni va treyder ham qo'l qo'ydi. Shu narsa yuridik hujjat sifatida o'tadimi yoki bu narsani kuchi yo'qmi? Buni yana e'tiborli joyi shundaki, ma'lum bir summadan oshgandan so'ng albatta notarial bo'lish lozim kelishuvlar. Ma'lum bir kichikroq summaga bo'ladigan bo'lsa, o'zaro yozma kelishuvda o'zi yetarli bo'laveradi. Ikkita guvoh yoki video ostida. Videoni hozir nima qilishmaydi? Chunki hozir deepfake'lar ko'payib ketgandan buyon videoga ishonch yo'q. Lekin yozma o'zaro kelishuv bilan qilsa bo'ladi. Katta summa bo'ladigan bo'lsa, albatta notarial qilinish kerak. Shunda bu dalil sifatida ishlaydi va bu xizmat qiladi bu narsa. Kelishuv bo'lib o'tadi. Chunki siz sudga agar misol uchun murojaat qilib turib, "Menda shu odam pul olgan" desa, sud birinchi beradigan savol dalillaringiz qani deydi. Yozma dalilingiz bormi? Oddiy bir xil guvohlarda oddiy berilgan tilxat ham palonchidan mana uncha pulni oldim, shartim ham bunaqa bo'ldi, palon vaqtida qaytarib beradi, qaytarilmasa, mana asosiy shartlarini, summasini belgilab turib ikki tarafda imzo etgani ham dalil sifatida ishlayveradi. Umuman yo'q hujjatdan ko'ra hech bo'lmasam qanaqadir bir hujjat bo'lgani bu dalil bo'lib ishlayveradi. Va treyderda ham unga ishonib topshiradigan, pul topshiradigan odamda ham himoyasiga ishlaydi. Buni bajarish kerak. Hatto dinda ham yozilgan. Qog'oz qalam qilib qo'yiladi. Tushunarli. Va shu o'rinda keyingi savolga o'tamiz o'rtoqlar. Treyder ishlayotgan paytda, ya'ni boshqadan pul olib ishlayapti va qanchadir riskini bo'yniga oldi. Va shunaqa force major holati bo'ldiki, uni pullari birjada muzlab qoldi. Lekin unga pul bergan odamlar talab qilishyapti. O'sha paytda aynan shunaqa holatlarda treyder haq bo'ladimi yoki unga pul bergan odamlarmi? Ko'pincha bunaqa vaziyatlarda uchragan vaziyatlarimiz bo'lgan. Biz boshqacha yechimni taklif qilamiz. Biz aytamizki, odamlardan qutulish kerak. Ya'ni ularni rozi qilish kerak. O'zingizda imkoniyat bormi qanaqadir summani? Siz ishonyapsiz shu pul qaytishiga. Unda bu odamlarni tinchitib qo'yish kerak edi. Chunki siz pul olish jarayoningiz uzoq muddatli bo'lishi mumkin, lekin odamlar sizni qo'ymaydi. Ustingizdan yozaveradi. Shuning uchun bular bilan yo kelishuv qilish kerak qanaqadir. Har bitta muammoni, nizoni kelishuv yo'li bilan hal qilsa bo'ladi. Lekin endi ayblilik masalasi bo'yicha treyder pulni misol uchun ololmayotganligi nimaga, qanaqa sabab bo'lishi mumkin? Birjani tartibini buzganmi? Yoki qanaqadir noqonuniy harakat qilib qo'yganmi? Yoki birjani o'zi skam bo'lib qoldimi? Yo birjani o'zi kelgusida katta pulni o'g'irlatib qo'ydida, zamorozka qilib qo'ydim. Bunaqa holatlarda eng yaxshi usullardan bittasi bu fuqarolar bilan kelishish va birja bilan hal qilish. Bo'lmasam, ishonavering, O'zbekistonda ko'p uchraydigan holatlardan bittasi odamlarning arizalari odatda treyderda qamalishiga sabab bo'lib qoladi. Vaholanki uni aybi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun odamlar nima sababdan bunga hujum qilishga majbur? Chunki ular oddiy qoidani bajarmaydi.
treyderni asosiy qoidalaridan bittasi faqat yo'qotishga rozi bo'lgan pulingni tik deydi, lekin odamlar borini tikadi. Chunki ertaga 1 so'm 2 so'm bo'lib qoladi deydi-da, mana shu yerda o'zidayoq xato ketib bo'lgan bo'ladi. Endi bular treyderdan so'rashni boshlaydi. Shuning uchun treyderning eng oddiy, eng yaxshi variantlaridan bittasi yo konfliktni tugatish kerak, nizoni tugatish kerak, yo yechim topish kerak. Keyinchalik o'zi nima qilib olaveradi? O'zini oqlab olaveradi. Lekin nizoni hal qilmaslik odatda treyderni qamalishiga olib kelgan holatlarni ham ko'rganmiz. Tushunarli. Va Xondan aka, hozirgi vaziyatda masalan meni nomimdan, ya'ni Ilhomjon Ibrohimov nomidan juda ham ko'p soxta fake akkauntlar ochilib ketgan. Ularning asosiy maqsadi o'sha odamlarni aldash. Va ana nima uchun meni nomimdan ochilgan? Chunki men aktivman ijtimoiy tarmoqlarda va deyarli har kuni odamlarga foydali ma'lumot berib boraman. Ammo firibgarlar buni jinoiy yo'lda qo'llashadi. Va aynan biz o'sha jinoyatchilarni tutadigan bo'lsak, ularga aynan qanaqa chora ko'rilishi mumkin va ular qamaladigan bo'lsa qancha vaqtga ketishi mumkin? Endi bu yerda asosiy sizni himoya vositangizni tanlab olish. Har bitta huquq bu, har bitta o'zingizning huquqingiz. Huquqda himoyalanish metodikasi bor. Ya'ni siz birinchi qilinadigan ishingiz bu albatta ularni jinoiy javobgarlikka tortish, ya'ni 168-modda bilan sizni nomingizdan foyda orttirish haqida ketyapti. Birinchi jinoiy javobgarlikka tortirib olasiz. Bular 168-modda bilan unaqa qilishadi. Ikkinchisi 168-modda bilan javobgar qilganingizdan keyin endi sizda ikkinchi huquq paydo bo'lardi, aybi isbotlandi. Siz bulardan reputatsion zararni undirishga huquqingiz paydo bo'ladi. Chunki odamning yuz tuzilishiga, ismiga nima huquqi bor? O'zini shaxsiy huquqi, nima huquqi bor fuqarolikda? Ya'ni fuqarolik sizni toza ismingizda, o'zingizning ismingizda, siz nomingizdan nopok ishlar qilmasligini himoyalaydi. Endi siz mana shuni u reputatsiyangiz tushib ketganligi uchun endi shu zararni siz o'zingiz baholaysiz, ma'naviy, moddiy zararni. Moddiy zarar endi siz foyda ko'rishingiz mumkin edi shuncha odamdan, siz foyda ko'ra olmay qolganingiz moddiy zararga kiradi. Advokatlarga to'lagan pullaringiz, bular o'zingizni himoya qilish uchun to'lagan pullaringiz moddiy zararga kiradi. Aynan shu ish bilan shug'ullanishga ketgan vaqtingiz va vaqtingizni qiymati moddiy zararga kiradi. Bundan tashqari, buni oqibatida siz qanaqa ma'naviy zarar ko'ryapsiz? Qiynalyapsiz, hamma sizga ko'rganda yaxshi so'rashmayapti, kimdir haqorat bilan munosabat qilyapti. Mana shularning hammasini o'zingiz baholaysiz. Kimdir 1 milliardga baholaydi, kimdir 10 milliardga baholaydi. Shuni o'ndirish yo'lida harakat qilishingiz mumkin. Advokatlar bilan qilasiz, u advokatlarning xizmati ham yana o'ndirib beriladi qo'shimcha. Ya'ni o'zingizni himoya qilishning yo'llari mana shundan iborat. Tushunarli. Va o'zi ular agar oxir-oqibat o'sha qamaladigan bo'lsa, bunaqa odamlarga o'zi qancha vaqtgacha jazo beriladi? Endi zararda miqdoridan kelib chiqadi. O'zi aslida 168-modda 4-qismi 10 yilgacha berilgan. Endi uni birinchidan tergov jarayonida ularning harakatlariga baho beriladi. Undan so'ng sizni ko'rgan zararlaringiz hisoblab chiqilinadi. Undan so'ng sudga yetib borganda sud qanaqa jazo berishni aniqlaydi. Endi bizda sud mustaqil. Shuning uchun yengilroq jazo beradi, og'irroq jazo berish u o'zini hissiyotlaridan va qonuniy ko'rib chiqqan holatdan kelib chiqadi. Shuning uchun lekin oxiri 10 yilgacha degan joyi bor. Tushunarli. Va oxirgi paytlarda men ko'p video chiqaradigan bo'ldim. Ogohlantirish videolari, ya'ni insonlar, meni ismim Ilhom, men hech kim pulni ko'paytirib bermayman. O'zim ishlayman, sizlarning pulinglar menga qiziqmas desam ham, ba'zi bir odamlar, ya'ni insoniyat shunaqaki, o'zidan ayb qidirgandan ko'ra u narsani boshqaga ag'darib qo'yish osonroqda. Shuning uchun menga har xil negativ izohlar yozishadi, o'zing nomidan, yo'q, sen baribir firibgarsan, sen baribir olgansan, seni yuzingdan foydalangan, o'zing menga xabar yubording-ku deydi. Lekin oxir-oqibat qaraydigan bo'lsak, ularda hech qanaqa isbot yo'q. Va aynan men shunchaki jismoniy shaxs sifatida ularga nisbatan qanaqadir chora qo'llashim mumkinmi? Chunki to'g'risi ba'zi shaxsiyatga tegadigan gaplar ham gapirib yuborishadi-da. Albatta siz o'zingizni haqorat qilingan his qilsangiz,
Buni orqasidan siz qanaqadirki ruhiy kechinmalar, albatta har bitta negativ bu haqorat, sizni ruhiy kechinmalaringiz bilan bog'liq. Mana shundan kelib chiqish kerak. O'zi aslida bizda hali negativ bildirish madaniyati rivojlangani yo'q. Biz buni boshqa davlatlardan yoki boshqa madaniyatlardan o'rganishimiz kerak. Mana negativ, meni misol uchun o'zimda auditoriyamda negativni to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman. Lekin asosiy talabim bor. Misol uchun men bular negativ yozadigan odam albatta yozgan muammosini yechimini, mana sizni harakatingizdan norozimi, yechimini taklif qilish kerak. Tanqid o'ti talablaridan bittasi. Sizni harakatingizni tanqid qilyaptimi, uni yechimini, buni o'zini variantini taklif qilish kerak. Haqorat bunaqa bo'lmaydi. Negativni siz negativ bilan hate farqini ajratib olishimiz kerak-da. Haqorat bu sizni shaxsingizga, aynan sizni ruhiyatingizga ta'sir qilish uchun besababdan besabab mavzuga taalluqli bo'lmagan narsa bilan murojaat qilib haqorat yozish, bu endi MJTKni moddasi bilan baholanadi. Haqorat degan modda bor. Bu bo'yicha javobgar bo'ladi. Endi buni siz uning uchun o'sha skrinshot qilib olasiz. Akkauntni hozir kiberxavfsizligimiz ancha rivojlanib ketib qoldi. O'sha no name'larni ham topish imkoniyatlari bo'lib qoldi. Bir xil paytlarda buni qaysi oxirgi marta necha marta ismini o'zgartirganligi, niki o'zgartirilgan, rasmi o'zgartirilganlarigacha istoriyasini topish imkoniyati bo'lib qoldi. Bularni javobgarlikka tortish mumkin. Buni qilish kerak. To'g'ri, bir xil vaqtda haqoratlar chegaradan chiqib ketib qoladi. Yengil haqorat birov qilsa e'tibor bermasligingiz mumkin, lekin ruhiyatga ta'sir qiluvchi haqorat bormi? Albatta javobgarlikka tortish kerak. Endi hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan sari, ya'ni majoziy aytganda telefon ortidagi she'rlar ko'payib ketmoqda-da. Ya'ni men o'zi 90-yillarning bolasiman. Bizda qanaqadir gap gapirilsa erkak kishi tomonidan, unga albatta, ya'ni ko'rsatilib aytganda действие qilib berish kerak. Ya'ni o'sha narsani harakati bilan isbotlab berish kerak edi yoki so'zi bilan. Lekin hozirgi vaqtda aynan tilim bor deb yoki o'ylagan narsani bemalol yoza olaman deb shu xohlagan narsasini yozib tashlashadi. Ularni qaraydigan bo'lsak, ba'zilarning rasmi bor, ba'zilarning rasmi yo'q. Shunchaki akkaunt ochishgan bo'ldi, lekin og'izdan chiqqan gaplari insonning shaxsiyatiga tegadigan, uni nafsoniyotiga tegadigan gaplar. Bularni o'zi topish mumkinmi va javobgarlikka tortish mumkinmi? Qanaqa deb o'ylaysiz? Mumkin. Bu bilan kiberxavfsizlik shug'ullanadi. Bu harakatlarda ortida turgan odamlarni topish imkoniyati bor. Harakat qilishadi. Ko'p holatlarda aniqlasa bo'ladi. Lekin aniqlanmaydiganlari ham bor. Bir marta kirib, o'sha aynan sizni haqorat qilish uchun kirib turib, akkauntga kirib, haqoratni qilib chiqib ketib, telefonini o'zgartirib oladi, IP'sini o'zgartirib, bunaqalar ham bor. Lekin odatda siz aytgan muammoning yechimi bor. Nimani masalasi bo'yicha, gapirayotgan gapiga javob berish bo'yicha nafaqat ko'rsatiladi. Hatto qonunda ham borda. Mana misol uchun Rim huquqida stipulyatsiya degan so'z bor. Bu gapi uchun javob berish. Ya'ni nima deydi? O'zini hurmat qiladigan gapirgan gapi uchun javob beradi. Deb o'sha Rim huquqi vaqtida bor, stipulyatsiya deb yozilgan. Bu labiz bo'lib arab nimasiga o'tgan. Bizda ham xuddi shu. Lekin to'g'ri siz aytgandek, divanniy voyska bor. Ularda qanaqadir yotib olgan holda bir narsalarni yozishi bu tabiiy, lekin ular ham javob beradi baribir. Tushunarli. Demak, o'rtoqlar, agarda sizni telefoningiz bo'lsa va xohlagan narsamni men xohlagan odamga yozishim mumkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Chunki har bittanglarni topish mumkin. Shuning uchun yozayotganingizni albatta o'ylab turib, keyin yozishlarni tavsiya qilamiz. Va Xonamir aka, keyingi savolimizga o'tamiz. Treyderlar o'zini himoya qilish uchun aynan nimalarga amal qilishi kerak? Treyderlar o'zini himoya qilish uchun asosiy vazifasini eslashimiz kerak. Treyderda asosiy vazifasi va maqsadi nima? Butun dunyoda bu narsa aniq isbotlab qo'yilgan va hozirda ham keng qo'llaniladi. Treyderda asosiy maqsadi va vazifasi pulni saqlab qolish. Hamma treyder ham pul bor deb depozitni yo'qotib qo'ymaslik. Buning uchun birinchidan bular chuqur o'rganish kerak sohani. Ikkinchidan treyderda o'zini juda ko'p muammolar kutadi. Juda treyderlik sohasi aslida rosa chuqur o'rganadigan keng ko'lamli kasb. Chunki treydingda bu savdogarlikda hozirgi nomi o'zi aslida savdogarlik.
hozirda mana resurslarda turi ko'payib ketdi. Kriptoaktivlar, mis, tillo, oltin va nimalar. Buni juda keng ko'lamli bo'lganligi uchun ularda o'zi muammo yetarli. Proskalizovание vaqtni qimmat olib qo'yish, arzon sotib qo'yish, bundan tashqari endi chiqadigan vaqtida ham, mana shuni pulni olib chiqib ketish vaqtida ham ma'lum bir muammolar vujudga keladi. Misol uchun pulni shunday olib chiqib ketolmaydi-da. Olib chiqib ketish uchun agar tashqi birjada bo'ladigan bo'lsa, to'g'rima-to'g'ri o'zini koshelyogi orqali 100 ta sifatida sotadigan bo'lsa, P2P deb baholanib 278-modda bilan javobgar bo'lishi mumkin. Endi mana shuning uchun treyderlarda bularga yetishmayotgan bilim bu huquqiy bilim. O'zini ustida ishlash kerak. Qanaqa qonunlar chiqdi? Men qanaqa qilib shuni kelgusida pulni olib chiqib ketayotgan vaqtimda mendan javob beradigan joyim bormi, yo'qmi? Mana shularni to'g'ri bajaradigan bo'lsa, treyderlik bu eng yaxshi kasblardan bittasi. Tushunarli. Va ko'pincha o'zi aynan kriptovalyuta deganda ko'plar pul yuvish tushunishadi, ya'ni o'sha o'g'irlangan pullarni toza qilib olib chiqib ketish deb tushunishadi. Va shu narsada masalan bitta jismoniy shaxs bilmasdan ishtirokchi bo'lib qoldi. Va o'ziga qayerdandir o'g'irlangan pul kelib tushdi. Shundan so'ng u odam jinoyatchi bo'lib qoladimi yoki aynan o'sha qanaqadir fuqarolik kodeksi bo'yicha u o'zini oqlab chiqib ketishi mumkinmi? Oqlab chiqib ketishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda eng ko'p achinarli holat bu men borib to'g'risini aytib bersam, bo'lgan voqealarning hammasini to'g'risini aytib beradigan bo'lsam, ertaga menga nisbatan hech narsa bo'lmaydi. Yo'q. Sizni harakatingizda jinoyat elementi bormi? Siz albatta javobgarlikka tortilasiz. O'shaning uchun shuni vaziyatga duch keldingizmi? Aslida advokat bilan maslahatlashing. Konsultatsiya oling-chi bo'lmasam. Mayli billa borgani pulingiz yetmas, mana qanaqadir, lekin konsultatsiya oling. Men borganimdan keyin nima deyishim kerak, nimani ko'rsatishim kerak. Ikkinchi elementlardan bittasi bu ko'r-ko'rona ishonch. Sizga o'sha kiber xavfsizlik bo'ladimi, tergovchi bo'ladimi, oper bo'ladimi, ichki ishlar xodimi bo'ladimi, prokuratura xodimi bo'ladimi, siz bilan yumshoq, yaxshi gapirganligi bu degani unga 100% hamma narsani ochib berish kerak degani emas. To'g'ri? Siz xato qilayotgandirsiz, siz qanaqadir qonunni buzayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin qonundagi sizga nisbatan jinoyatchi qilib e'lon qilishi davlat uchun kerak emas. Siz jinoyatchi bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham unga ahamiyatsiz. Sizda mana shu joyi eng nozik joylardan bittasi. Nechta odamlar qilgan qilmishi uchun javob bermasdan advokatlar orqali chiqib ketib qoladi. Nechta odamlar xato bilan yoki adashib ketib qolganligi uchun javobgar bo'lib o'tiribdi. Shuning uchun sizni javob berishligingiz davlatga muhim emas. Ya'ni siz javobgar bo'lishingizga qiziqib, juda ko'pchilik o'ylaydi, aynan meni orqamdan tushdi, meni qamashma. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Agar siz qonun doirasida o'zingizni himoya vositalaringizni to'g'ri qo'llaydigan javobgarlikdan qochish imkoniyati bor. Javobgar bo'lmaslik imkoniyati bor. Vaholanki o'zingiz bilmagan holda, sizga taalluqli bo'lmagan holatlarda gapirib berish, o'ta ishonch, har narsani ochib berish oqibatida nafaqat siz, umuman boshqa odamlarni ham javobgar qilib qo'yishingiz mumkin. 200 o'sha Jinoyat kodeksining 28-moddasi bor, ishtirokchilik, 25-moddasi bor, tayyorgarlik ko'rish va amalga oshirish. Buni har bittasiga alohida shug'ullanish kerak, himoyalanish mumkin. Lekin bizda odatda nima qiladi? Chaqirdi, yugurib boradi, telefonni beradi, ochib beradi, nima qilganini aytib beradi. Nimani o'zi ham aytadi, tergovchini o'zi ham aytadi. Aka dedi, ana dedi, tushgan pul dedi, muhim emas, qaytarib berasizmi, yo'qmi dedi. Siz dedi boshqa modda bo'yicha ketyapsiz. Ochiqchasiga aytadi, tergovchi aldamaydi ko'pincha. Siz lekin unga ko'r-ko'rona ishonish, odamlar o'zi pul sarflab to'lagan advokatiga vaqtida ishonmaydiki, tergovchiga ko'proq ishonadi. Mana shu xato. Huquqiy pozitsiyangizni tanlab oling. Qanaqa bo'lmoqchisiz? Siz yo o'zingizni himoya qilasiz, yo bo'lmasam to'lig'icha borib jinoyatda vositachi sifatida javobgar bo'lib ketasiz. Vahod Amir aka, yana bitta savol berib o'taman. Masalan, hozirda shunaqa jinoyat shakllanyaptiki, o'z-o'zidan plastik kartangizga pul kelib tushadi qayerdandir va ko'pchilik adashib tashlab yuborgandir deb yo qaytarib berishi mumkin yoki bir xillar ishlatib yuborishadi. Ammo bu pullar chayilgan pullar bo'lishi mumkin yoki o'g'irlangan pullar ham bo'lishi mumkin. Aynan ushbu fuqarolar keyinchalik qanaqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi?
siz uchinchi shaxsdan kelgan misol uchun pul tushdi. Bu yerda insofli harakat, insofsiz harakat degan tushunchalar bilan aniqlashtirib olishimiz kerak. Insofli harakatlanish qanaqa bo'ladi? Siz ko'chadan pul topolsangiz nima qilasiz? Odatda, normal holatda siz borasizda ichki ishlarga aytasiz, mana shu yerda shunaqa narsa topib oldim, ichida sumkani ichida buncha pul bor ekan, pasportlari bor ekan, topshirasiz. Mana elektron pulda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni sizga pul tushdimi, siz borib turib ichki ishlarga u ariza yozib berishingiz kerak. Men shunaqa pul tushib qoldi. Ertaga javobgar bo'lib qolmay deb aytishingiz kerak. Endi insofsiz harakat qanaqa bo'ladi? Insofsiz harakatda ham ehtiyotkorlik bilan qilingan, ehtiyotsizlik bilan qilingan zarar bor-da. Ya'ni birinchisi, siz ehtiyotsizlik oqibatida zarar yetkazdirishingiz, sizda kreditlardan qarzingiz bor, kreditlar tortib ketib qoldi. Siz endi u pulni qaytarib ham bera olmaysiz, nima ham qilib bera olmaysiz. Lekin endi buni sud orqali undirib oladi u odam sizdan. Siz bilib turib, ongli ravishda tushganini bilib turib, sizni o'zi bildingiz xato bilan nima qilayotganligini, ongli ravishda endi shu pulni qaytarmaslikka qilayotgan harakatingiz, bu endi jinoiy javobgarlik bo'lib qoladi. Shuni mana 3 ta 4 ta varianti bor. Siz o'zingizga ma'qulini tanlaysiz. Ichki hissiyotlaringizdan kelib chiqib, Allohga ishonmasligingizdan kelib chiqib. Tushunarli. Xonamir aka, menimcha obunachilarimizga juda ham foydali bo'lgan ma'lumotlarni ulashdik. Barchaga rahmat deb qolamiz va Xonamir aka, sizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. O'rtoqlar, albatta o'zingizlarning huquqinglarni bilinglar va trading bilan albatta qonuniy shug'ullaninglar.